ана ҳамин заминҳо солиёни дарози дароз бекор мехоби беоб буд. ана ҳамин баландие ки мебинед чуқурӣ кандаги барои труба гӯр кардан, барои обёрӣ кардан. шукри парвардигор ҳамин заминҳо ба кор даромада истодааст. ҳаминҳо обёрӣ шуда истодаанд, мардум меҳнат карда истодаанд ки дарахтзор кунанд. ҳар кас саҳми худашро мегирад. шукри парвардигор, шукри парвардигор. ман бовар кунед сахт хурсанд ҳастам ки ҳамин заминҳо ба дарахтзор мубаддал гашта истодааст. ташаккур ба тамоми он шахсе ки барои ҳамин кор, барои ҳамин чиз амалӣ шуданаш саҳми худро гузоштанд, хоҳ бо пешниҳод бошад, хоҳ бо амру фармон. мондаҳо мера монда нашаветон ин ҳаме ки абдурақиб ном доранд, дар ҳамун дурни деҳа кӯҳу кӯҳпора намонда обод кардан, дарахтзор кардан, ҷое ки партовгоҳ буд тоза кардан. мана худо бо шукр бо инҷаам омадан сар кардан, дасташон гул аст. худо хоҳад ман боварӣ комил дорам ки ҳамин ҷоҳоям як рӯз на як рӯз ободу гулрезу даштзору чаманзору дарахтзор хоҳанд кард. ман ин чизба ягон шакку шубҳае надорам, бовар кунед. ана ولی یکم بار با آمدن اصلا قین دیدم که عبدالرقیب یکم بار با آمدن اصلا قین این آب بکشه یا بار بیاد آخر آورید میمونی کن گره؟ وزیلی آب جارسته من تراکتور آمد من گریدم اونجا تراکتور چه میگه نامه بگم دوستان عزیز، ما در جمهوری برادری ازبکستان قرار داریم. همراه برادران اکو باباجان، اکوی جناب بدین، اکوی سفر ممکن بسیار راننده ها میشناسند. برای نهال گرفتن آمدیم. همین سال اقدام شدگی است در دهه ما یک کشتزاری به نهایت سالیانی زیاد بود، بیکار خواب میرفت.
ниҳолкорӣ ташкил шудагӣ аст. Мо барои ниҳол омадаем, ана ин нав аз граница гузаштем, ҷониби Ургуд рафта истодем. Агар ягон ӯзбекистонӣ тамошо дорад, аввалан ассалому алайкум азиз дӯстлар, ӯзбек халқе. Агар бурон калимани хато қилиб хосам, агар кулмайсилар дега ки алдараш гапираман, шуни учун тармазид қилиб бораман. Биза Ургуд тамом боряпмез. Биза өзіміз Тоҷикистондамез. Панҷакен ноҳиясидан бизани видеоларimizni kuzatib boring. Biza naqshalarimiz bor ki hozir sizlarni tog'laringizga kelib navor qilsak, akun al-G'oliya nihol uchun kelyapmiz. Siz xush keldingiz bizani kanal YouTube'imizga. Biz xush keldik sizlarni vataningizga. Salomat bo'ling. Juda ham yaxshi o'tib keldik. Xay, boshqa nima demoqchi edim? Mana yaxshi kuzatuv dedilarmi, ha? Yaxshi tomosha, kuzatuv, tomosha. Men o'zim nihol uchun kelgan. U tomon Samarqandmi? Ne. Urgutda ha seyta dora bunash. En hozir go'shkina. Hamma rahash az. Hazır yakta tarafı tarafı. Samarqand kanım taraf? Samarqand olmaz mı? Samarqand. Ozrangira, ha? Amin köçe to ahirajına verir. Registondan verir. Ahiraj Registon dan bozorcha. Registonda tomosha joyish amin madrasa amin joyi. Söyle Shohi Zinda ziyorat است. Shohi Zinda ziyorat است. Amir Temur. شما هم بیبی خانه ماست. بیبی خانه پشتی کوی سیاه بازاره پیشش بر. سیونه خوجه خیزی را زیارت ما. اسلام کریم. بیبی خانه زنی وای. خبرشون هست. Samarkand'da بسیار جایی. هر گسیسه و همه جایی. Surxondaryo qaysi tomonda? O'sha yerlardan bir hektar qo'shnilarimiz bor edi. Shahboz aka, ular kishiga ham kanali bor. Yana aka Abduvohid aka. O'sha yerlardan sizlarda tog' ham bormi? Tog'. Bizani yerlik ishimiz faqat o'sha tog'lar chiqish asosiy.
Bu 1 yilligi. Sizlarga faqat 2 yilligidan beraman agar olaman desanglar. Necha yildan keyin Qayerdan? dasht qozidan? Dashti qozi. Ha, dashti bu o'sha yoqqa borganga. Aba viloyat hokim bilan o'shandan borib ekib keldim-ku. Shuning uchun sizni oldingizga keldik-da. Sizlar ekib keldinglar, sizlardan keyin 3 marta qo'yib olib keyin oxirga qo'ydingiz joyiga. Nimaga? Joyi xato. Kechaga uyga, kunduzga dashiga berdim. Ha, dedi. Ha, joy tayyor bo'lgan. Joyi tayyorga. Hamma joy tayyor emas edi. O razmetkani Razmetkasini noto'g'ri qilgan edi. Men aytdim, "Voy, bunaqa bo'lmaydi razmetkasi." Bular necha yildan keyin soladi ama? Bular 4-yildan hosil olishni boshlaysiz. Jak sola va sola tamam. Ha, haydi so'ra. Shunday avval mitin 3 yilligi bu. Ne oluyor bu Serrano me qancha tong'uto'zing? Hay, kalonat bir foyda bo'lsa bo'ladi. Xushki. O'zingni. Ne buni taqul safasdadir. Yine ne çıkıl mehnat kardın. Gektar niholu intensivi. Ana obyori qatragi. Az daryoi Zarafshon megan ob mekishim nasos kiti. Az daryoi Zarafshon bu nasos megan ob mekishim. Bu varkne garmiyoy tovistон болоша соябон кардagi yana. Ana mehnat karda. Kayf karda. Hosil girifta gashding. нархи як дона неҳоли чормағз $3 дар ҳамин ҷо бурдан дигару дигар ҳамаш дар ихтиёри худатон бо ҳавз мана ҳами оби дарёи Зарафшон буд аз ҳами ҳавзо این پلی و وادی زرافشان اینجا دو تمی سه تا کانال کلان میگیرند یا یک تا آخرام کانال توی قرم بود چی بود гармхона бибинед кондитсионершин ҳанӯз неда гармхона дохил гармхона бибинед кондитсионер дорад тунуш бибинед ани ҳолаи мо حالی جدا کراس я хела зиёда хелаш камако 5 6 7 8 9 Bolo asku adurni ve jdo ke rafto bafirma. ساعت значи 11 تا 110 تا 110 تگی خودش چهار برای ما جا دادم همیشه به اینجا موندم باور کنید ماشین نیافتم برای اول یک ماه همینجا گری خاموش شد پگه شب آخر اینجا مونه چی بلا شما نارش farqash ne yakta sabzasham budas bu bilyam Kraska yetmay qo'ygan, sariq qolmay qo'ygan, ko'kirgan. ha bo'ldi Какой janob проверка va man da shumur Megam da shmo проверка va ممکن بود سلام ماندو از قدر imkon safam raftigi judo qilasiz boshqasini o'rtaga bering tamom ha ayin taraf didet qo'yaranga shu Ben shunda videodan ana u yerdan bitta kamapa tamom
mana bu yerdan daladan yonyoqqa davr bo'lgan joy bu yerda mana bu yo'l bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yo'lmi, ariqmi bir nima bor-da. Xo'sh, mana daladan qanaqadir bir 4 metr qoldirib ekish kerak, yo'l qoldirish kerak mana bu yerdan. 4 metrmi? Agar siz texnikani ichdan yuritamiz deyapsiz-ku. Texnikani ichdan yurilgan bo'lsa, hech bo'lmaganda mana shu yerdan bir 6 metr joy qolish kerak. 4 hech bo'lsa 5 metr qolish kerak. 5 metr qolsin yo'l. Xo'sh, keyin mana bu tarafi 8 metr bo'ladi, to'g'rimi? 8 metr. Mana buni arasi 8 metr bo'ladi. Qator. Siz bitirishga ekasiz, suvda ishtirishga keladimi? Xo'sh. Bizning tavsiyamiz mana 8 ga biz 5 ekyapmiz. Hammasini mana bola ko'rsatgan joylarimizni hammasini 5. Iloji bo'lsa 8 ga 5 sxemada ekinglar. Tushundingizmi? 8 ga nima bo'ladi? Farqi nima? Farqi yo'q. Prosta yer ko'p o'g'irlanadi. Daraxt ko'proq ketsa, sizga ko'proq hosil bo'ladi. Qancha? Bunga 156 ta ketadi. 150 ta ketadi. Ha, mana bu aytgan sxemaga 250 ta ketadi. Bitta yong'oqdan agar ertaga borib turib, siz 4-yilga yoki 10-yilga borib turib deydik-da, mana bu yong'oqdan bittasidan agar 40 kilodan bersa, sizda 150 ta yong'oqingiz 40 kilodan bersa, 150 ta yong'oqingiz 150 ta yong'oqingiz 40 kilodan bersa, bu 6 tonna beradi. Agar bizlarda aytgan sxemada eksangiz 10 tonna hosil olasiz. To'g'ri, hozir bu qiymat taraf-ku. Bunga kamroq kirsa bu yaxshi. Bizlarga alholi budjet ne Ya sizga demak, ne sizga maslahati bunda ham tashqari bo'lganmiki, bunda ham tashqari u yerdan shunday yaxshi buyruq. Xo'sh. Demak 50 chuqurlikdan 50 qilasiz. Ishdagan turpog'ini mana bo'ylanki daraxtni olib kelib ekasiz. Ekkan vaqtingizga mana shu yerdan mana yer bilan baravar bo'ylanki daraxtni paketni turgan joyi bor-ku, daraxt turgan joyi. Mana shundoq ekilsin. Tushundim. Daraxt mana shundoq turibdi, paket ekilsin. Mana bu payvand bor-ku, mana payvand. Mana payvand santimetr ko'milmasin. Payvand ko'milmasin. Mana uning tagiga, eng tagiga birinchi bir satil deysan, paqir deysizlarmi? Satil gung. Pori. Gung yoki poru. Poru deb qo'yay. Xo'sh, 300 gram ammofos. 300 gram oltin gugurt. Mana bu chiqqan turpog'i bor-ku, turpog'ini bu yerga tashlaysizlar-ku. Karavot tashlashga turpoqning ustiga bir satil poruni, ammofosni, oltin gugurt tashlab aralashtirib, boshqatdan ko'masizlar. Ko'mgandan keyin mana shu shunday joyda ochib turib, keyin daraxtni ekasizlar. Daraxtni ekdingiz, mana payvand bu. Bu payvand deb qo'yay, mana payvand. Payvand ko'milmasin, yerdan eng kami 15 sm balandga tursin. Payvand 15 sm yer sathidan balandga tursin. Ana hozir mana ekdingiz. Ekkandan keyin ustidan suv qo'ying. 2 satil, 3 satil suv qo'ying. Suv qo'yayotgan vaqtda mana buni bor-ku, mana yeringizda, ekayotgan vaqtingizga. Qanaqadir bir 5 sm balandroq eksangiz, suv qo'ygandan keyin o'zi suv bilan birga o'tiradi. 5 sm balandroq. Yer bilan baravar bo'lsin mana shu joy. Keyin ekkaningizdan keyin mana bu yerdan mana haligi daraxt ertaga mana bunday kurtaklab chiqadi. To'g'rimi? Kurtaklab chiqdi deydi daraxt. Kurtaklab chiqqandan keyin xo'sh 1 2 3 ta kurtak qoldirasizlar. 3 ta kurtak qoldirib, mana shu yerdan buni kesib tashlaysizlar. 3 ta kurtak qoladi. 3 ta kurtak rivojlanadi. Rivojlanib turib, qanaqadir bir qarich ziyodroq bo'lgandan keyin mana 3 ta kurtakdan qaysi bittasi eng yaxshi bo'lib balandga chiqsa, o'shani qoldirib, qolgan eksasini kesib tashlaysizlar. Ikkinchi yiliga. Yo'q, shu yilning o'ziga. Ha, ana u may oyga borib. Hozir mana bu kurtak boshlanadi-ku. Aprel, masalan dedik, aprelning 5-siga Navro'z o'tgandan keyin kurtaklash boshlanadi. Kurtak mana shunchini bo'lgan vaqtga kesish kerak. Kurtak mana 1 sm, 2 sm bo'ldimi? Kurtakni 3 ta kurtakni qoldirib. Balkim mana bu yerdan emas, mana bu yuqoriroqdan 3 ta kurtak bo'ladi, mana bu yerga chiqmasligi mumkin. Shuning uchun aytaman-ku, eng tagidagi 3 ta kurtakni qoldiringlar. 3 ta shuncha bo'lgan kurtak qoldiringlar. Bu har ehtimolga qarshi. Chunki ertaga siz mana uni arasiga bir nima ekkaningizdan keyin traktor, puluk, chizil yuriydi, traktor yuriydi, odamlar yuriydi, ekadi bir nima ekkan vaqtga. Mana bu uchalasidan bittasini agar bitta qoldirsak, sindirib qo'ysa, sizga qolmaydi.
Shuning uchun har ehtimol qilishi 3 ta qoldirasiz. Ekin tekinlaringiz qilib bo'lgandan keyin mana 3 tadan bitta yaxshisini qoldirib, ikkitasini olib tashlaysiz, bitta yaxshisini ko'tarib olasiz. 2 metrga qadar ko'tariladi. Sug'urgan ariq olasiz. 50 sm bekdan bitta bo'lsin. Mana bu yerdan bitta ariq olasiz, bu ham 50 sm bo'lsin. Daraxtdan 50 sm bekdan ariq olasiz-ku, ariq olib suv qo'yasiz keyin, suv. Ana shu ariqdan suv ichib turish. Ikki tomoniga. Ikki tomondan. Jo'ya. Kuni daraxt ne yo? Kuni daraxt. Ha, unaqa shart emas. Agar mana shunday qilib ariq qilsangiz yetib ortadi. Agar ariq bittalik ariq bo'layotgan bo'lsa, keyin mana ariq machara kelgandan keyin, mana uni olib kelgandan keyin suv. Bittalik bo'layotgan bo'lsa, mana bu yerga kelib turib, mana buni aylantirishingiz kerak. Buni chiqib qilishingiz kerak. O bitta ariq Agar ikki tarafdan bo'lsa, bo'ladi. Mana shuni qilsangiz yetadi. Ay, azoblar bir taraf qilmaymiz. Hamma daraxtga gergirlash fikrim kerak. Borib ko'rdingiz-ku, toshliq, yomon usulovisi. Buni ikkita ariq tortishga Ko'l bo'lgandan keyin ikkita ariq nima deydi? Ikkita ariq qilsangiz qancha shuncha ko'p suv yaxshi ichadi-da. Yo, to'g'ri. Mana o'sha suvini Siz ikkita ariq tortib suvni qo'yavering ikki tarafdan jildiratibgina nam ketaversin. Chunki bu mana bunday qilgan vaqtingizga mana buni tagini qotirib qo'yish ham mumkin-da, aytib bo'lmaydi-da. Suvga to'ymasligi mumkin. Yong'oq baribir 1-chi, 2-chi, 3-chi yong'oq yaxshi suvga to'ysa tez o'rnaladi, yaxshi bo'ladi. Aqqol o'zini tomirni yerga, daraxtga tomirini tashlab olish kerak. Yerga o'rnashib olish kerak daraxt. Undan keyin kamroq o'ladi, ko'p o'lmaydi. Ya'ni alaf ko'rishga mumkinmi? Alaf. O't yeksa bo'ladimi deyapti. Yo'q. mumkin emasmi? O't agar eksangiz ham mana 8 metr-ku. Hech bo'lganda 1,5 metr bekdan 1,5 metrni qoldirib o'tasiz kerak. Hay xudo chiqmashadi baba. Yakuni meyre 3 metr deydi. Kanon ayak tarafiga mardan inson alaf nako'rdi degi chiz ko'radigar, kuni daraxtda har shot koftimi yesaydi. Tomirini o'tib bekitadi. Ha. Pomidor mayli. Kartoshka, pomidor, bolgar, sabzi, piyoz, naxut, arpa, bug'doy eko'ringlar. Ha, alaf. Faqat alaf beda darkorlik. Beda reshish quvvatda. Beda bilan Makka jihori bor-ku, Makka. Ha, jo'ri. Kerak emas. Daraxt ichiga ancha kirish kerak emas. Qolgan hamma narsa ekdik. Hozir kishmay pursangiz o'zim. Mana hozir mana ichindaysan. 6 yil xarid. Ammo xos, poru. Ha. Sizga xo'ki hamu xo'gashmi? Hamu xo'g. Bab yana bitta savol bor edi. Hozir yekkanimizgacha hali vaqt ko'p menimcha-da, hali suv chiqqani yo'q, bularni qandayki siz o'zingiz nigah do'shtozaytku, biz ham shunaqcha hali qarab turamiz yekmasdan hali. Endi ko'rganlar-ku. Hali opkani? Obna boshdan dasti obdan yaxshi suv dermishadi gufti mana. Hozir vaqti xo'mugul Ko'rganlar ku. tasavvur qildiki, hozir biz alhol yekmaymiz-da. Necha kunga shu istiga suv berish kerak, shu istiga? Hozir masalan yeringiz tayyorlang, haydang chiziq qilib mola qiling. Xuddi makinada qilib hozir eking. Ekkandan keyin suv qo'ying, 2 satr, 3 satrdan suv qo'ying. Suv qo'ygandan keyin havo qizib ketsa, usti yoriladi. Yoriq paydo bo'ladi. Ana shu yoriq paydo qilganini qo'ymang. Yoriq paydo qilsa, yana yonaki tuproqdan ustiga to'king, yoriq yo'q. Havo kirmasin. Hozir eksangiz to'g'ri mayga davr, boshqa suv qo'ymasangiz ham turadi. Yog'murgarchilik mana ertalab cho'tgan qirov bor-ku, shuni o'zi yetadi nima sizga. To'g'ri aprelga davran agar 2-3 ta yomg'ir yog'sa yetib o'tadi sizga. Haqiqatan ham mana hozir ekkaningiz bir yil oldinga o'tadi. Lekin aprelga davr hozir qancha bor? Fevralda bugun agar 15 bo'lsa, bekdan 11, 14, 12, 13 kun, mart 11 kun, 50 kun, 50 kunga suv chiqsa kerak. Agar 50 kunga suv chiqmasa ham, aprelga havo issiq bo'lib ketsa, yana bitta o'zi to'g'risalasa kuch narsa emas. Biz 60 mingtaga bo'yna ko'rgan joyingga biz traktor bilan suv qo'yib chiqqanmiz. To iyul oyiga davr. Iyuldan keyin bizda kapelnimiz suv chiqqan, keyin daradan qo'yganmiz. Unga davr yana bir 2 marta xuddi shunday qilib bo'ynaga traktor suv qo'ysanlar bo'ladi. Tamomlik savunmadosh. Uchun bo'ynaki to agar ichiga ekin o'tirishga suv chiqmasa ekinlar ekmaysiz, ha? Chiqay? To agar obnomrod ekinda baynash nima ko'radi? Baynash, ha? Ayo eshitmak ekmaysiz. Uchun demak bo'ynaki qana qog'oz qo'limda. Uchun mana agar to
eki suv chiqmaguncha ekin ekmasanlar, buni bunday qilaveramiz. Mana bu borku, mana bu. Mana bunaqa qildik-ku. Mana bu girdini. Mana 50 25 cm 50 cm aylantirib, mana uni aylantirib bitta ustining girdini ko'tarib chiqinglar, nima deydi? Vot chiqib chiqinglar. Keyin undan ikki paqir suv quyib turasizlar. Daraxtni o'ziga, ha? Daraxtni yonidan suv qo'yasizlar-da, ha. To suv chiqquncha. Nihoyat navkorda o'qiyapti-ku. Yana bitta savol, hozir o'sha yerki biz yekamiz-ku. Borib pastida bitta balandligi bo'lganda, o'sha yer mumkinki ko'lmak bo'lsin. Ko'l nima deysizlar? Ha, ko'lmak, bo'lib tushunaman ko'lmak. O'sha paytda ishtirok qilmaydimi? Daraxtni tagiga ko'lmak bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun men aytaman-ku, daraxtni mana uni daraxtni yerdan ko'tarib ekin paytda. Ko'targan vaqtga ko'lmak bo'lmasligi uchun mana bu daraxt mana bu yonbosh bor-ku, mana bu ekin. Mana bunaqa qilib turib, sal chuqurroq qilib turib, mana bu yerdan unaqa devorcha qilib qo'yasiz. Mana bu baravar qilib. Suv, mana bu yerdan suvni qo'yasiz. Mana bu yondan suvni qo'yasiz. Mana bunaqa qo'yasiz suvni. Tushunibsizmi? Mana bunaqa suvni qo'yasiz. Mana o'rtasi daraxtni sal balandroq bo'lib turadi. Daraxtni tagi mana shunday baland bo'lib tursa, daraxt tagiga suv ko'llamasa bo'ldi. Daraxt mana bor-ku, mana ana shu atrofga suv ko'llamasa bo'ldi. Suv mana yonidan 50 cm yoniga solganingizdan vaqt baribir ko'llab bo'ladi. Suv faqir bilan solganingizdan keyin. Faqat mana shu yonboshdan shuni solib chiqing, yoki shu nam bo'lsin. Tamam, mana katta rahmat. Sog' bo'ling. Ha, biron marta hali naqshangizga bormi o'sha yerlarga borish? Ini benim şurnova hamı he? Narafsa gelmiş mi şurnova? Yakın mı çukur kırığı boğuş onu ki? Bu çanda? Sita. Tamam canım gördün mü kadar? Yani yok doğru interneti canım ulaştı gibi tamam. Ama öyle canım bu. Ana اون نهاله که آورده بودم کوریده شده. من دید با انمی ماشین آب کشانده یا بچکی سرخده پیش بموندگی آب کشانده. من نمیخوام دستی کشان کرده آب زده ایستادم. برای چی این گپ گفته ایستادم؟ با شاید یک وقت و یک زمان میباید که آدم‌های پیدا میشوند و میگویند که برای شما آسان بود. من آب برآمد، حال الحال آب برآمده ایستاد از من ترانشه‌ای کنی بود، ترانشه‌ای و آبی نساز الحال تا برآمدن در نهال آب نزنیم نمیشد. شاید هم خیلی انسان ها پیدا میشن که شما زمین مفت به دست آورده، نهالکاتون مفت کاریدید، دیگر و دیگر آسان میگیرن. مقصد باور کنید همین یک هفته شد در همین زمین سنگلاق در کنکن و در زنزن مردیم. خیلی مونده شدیم. البته عذاب جذاب نهاله کاریدیم. من اکنون دستی آب داده ایستادیم. الحالیا دستی الحال آب داده ایستادیم. خیلی آب براد نساز براد با همش نظم میشد. باز یک باری دیگر شکری پروردگار که همین زمین های بی آب و بیکار خوابیده دویم باره به کار شروع کرد. برای خدا خواهد حاصلته شود با بهتر و بهتر میشد. به زمین مرا ظاهر کنید، به مهنت مرا ظاهر کنید. گرچنده وزنین است، گرچنده سنگین است، سختین است، کار کنید، مهنت کنید، خدا خواهد ثمرش حتما میبینید. پناهتون به خدا، خودتون احتیاط کنید.